Hürmetli vatandaşım, ayağı soğukka bardaşlık belgili bulmadım, ben yetkilip geldim, geçenler. En ahırkı leksiyemiz, mavzusu mındak. Balton, yani bereketin teklif verip, bir gün siyasini kayıt eden söhbetliş gerek dep görsetti. Mavzulu haber 3. ayının 2. günü Amerika avazından Xitay tili programımız ilan kılın. Haber mındak başlan. Washington. Amerika Qo'shma Shtatlarning prezidenti Trump, Jungo rahbari Xi Jinpingga Amerikaning bir jungo siyosatiga amal qilamiz deb ko'rsatgandan keyin Prezident Trumpning boshqa muhim o'ringa qo'yamiz deb ko'rsatgan. Balki Amerikaning Birlashgan Davlatlar Tashkilotida doimiy vakili bo'lib turgan sobiq vakil Bolton apandi o'tgan hafta Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trumpga Amerika bilan Beijing o'rtasidagi va Amerika bilan Tayvan o'rtasidagi munosabatni oydinlashtirish uchun bir jungo siyosati to'g'risida qayta suhbat o'tkazishga yana bir qatam haydakchilik qildi. Bolton apandi mundaq ko'rsatdi. Navbatda bir jungo siyosati to'g'risida jungoning ta'biri bilan Amerikaning ta'biri o'rtasida zo'r farq bor. Demek bir jungo siyasını jungo baş düşendirdi, bir jungo siyasını Amerika Qo'shma Shtatlari boshqacha düşendirdi. Amerika nayt uch holda jungoga bildirib qo'yishi kerakki, Amerika Tayvan xalqining jungoning boshqarishini qabul qilmay, o'zi boshqarishini qo'llaydi. Amerika Tayvan xalqining jungoning boshqarishini qabul qilmay, o'zi boshqarishini qo'llaydi. John Bolton apandi o'tgan haftaning 5-kuni konservativlar siyosiy harakat qurultiyi nutq so'zlaganda mundaq ko'rsatdi. Yaqindan beri ko'p qatim muhokama qilingan bir jungo siyosati haddidan ziyoda mujmal bo'ldi. Hozir Amerika Qo'shma Shtatlari bu hukmni, ya'ni bir jungo siyosatini qurilish xarakterlik aydınlaştırış gerek. Dikkate. Hozir Amerika Qo'shma Shtatlari bu hukmni bir jungo siyosatini qurilish xarakterlik aydınlaştırışı gerek. Bu vaqt yetib keldi. Bolton apandi mundaq ko'rsatdi. Biz so'zlayotgan bir jungo siyosatini kesingir planlagan. Bu hukmni o qurilish xarakterlik mujmal hukm deb bildirgan. Agar sen şu kesingir bo'ladigan bo'lsang, qurilish xarakterlik mujmal bir jungo siyosatini qandoq bir taraf qilishni sen bilasan. Bugun bu kesingir hayot Bolton apandi hozir kesingir savol qo'yapti. Agar sen bir jungo siyosatini loyilagan kesingir shu bo'ladigan bo'lsang, qurilish xarakterlik mujmal bir jungo siyosatini qandoq bir taraf qilishni sen bilasan. Bizga va boshqa kishilarga bu hukmni qandoq tushundirish bir qadar qiyin. Men hozir qurilish xarakterlik oydinlashtirishning vaqti keldi. Biz Tayvan xalqining jungoning boshqarishini qabul qilmay, o'zi boshqarishni qo'llaymiz. Da'vatimiz. Men hozir Tayvan xalqining qurilish xarakterlik oydinlashtirishning vaqti yetib keldi. Biz Tayvan xalqining jungoning boshqarishini qabul qilmay, o'zi boshqarishni qo'llaymiz. Da'vatimiz. Bolton apandi mundaq ko'rsatdi. Amerika nayt aniq holda jungoga bildirib qo'yishi kerakki, agar Tayvan xalqining mutlaq zo'r ko'pchilikning qo'shilishiga erishmay turib, Tayvanni birlik keltirish abadiy yuz bermaydigan ish. Tayvan xalqining zo'r ko'pchiligining qo'shilishini qo'lga keltirmay turib, Tayvanni birlik keltirish abadiy yuz bermaydigan bir ish. Bolton apandi shu kuni Washington Munora gazeti to'rbeti muxbirining ziyoratini qabul qilganda yana bir qatim prezident Trumpga bir jungo siyosati to'g'risida suhbat o'tkazishga haydakchilik qilib, Bolton apandi mundaq hisobladi. Bu 40 yil yo'li qo'yilgan siyosat Tayvanning egilik huquqini inkor qildi.
inkar qilish navbatdagi Sharq Shimoliy Osiyoning realligiga uygun emas. Bu Balton Efendi bu torbetining dushanba kunidagi sanada mundaq ko'rsatdi. Bir Jungo siyosati prezident Nixon 1972-yili Jungoni ziyorat qilganda tarix e'tibor bermay tuzgan siyosatdir. Növbətdəki Şərq Şimal Asiyanın həqiqi əhvalını əks etdirib berəlməydi bazırqı bir Jungo siyaseti deydi Balton Efendi. O bolsa mutlaq köp sandıqı teyvəlliklər özlərinin teyvəllik ikənligini tan alıdı. Jungoluq ikənligini hərgiz tan almaydı. Balton Efendi mundaq göstərdi. Bir Jungo siyaseti əzəl mücməl siyasətdir. Jungo bu hukmni mühim ahamiyatga ega qilib oladi. Biz bo'lsak, bir Jungo siyosati boshqa bir ahamiyatga ega deb hisoblaymiz. Shunlashqa Amerika bilan Tayvanning munosabatini oydinlashtirishimiz kerak. Undaq bo'lmaydi ekan, bir Jungo siyosati har qanday ahamiyatga ega bo'lishimi yoki qilcha ahamiyatsiz bo'lmasligi mumkin. Bunda bo'lganda bir Jungo siyosati ahamiyat ega bo'lishi mumkin, balki ahamiyatsiz bir narsaga aylanishi mumkin. Aslida Amerikada yangi qurilgan hukumatning davlat ishlar kotibligiga tanlanish sadolari yo'q qurib bo'lgan Balton Efendi Wall ko'chisi gazetiga maqola yozib, bir Jungo siyosatini qayta tekshirish, Tayvanda harbiy qism turg'izishni asliga keltirish, Tayvan bilan harbiy munosabatni kuchaytirib, urushparast Jungoga taqobil turish to'g'risida Prezident Trumpga chaqiriq qilgan edi. Wall ko'chisi yozgan gazetidami? Yo'q, arkadaş so'zlarni qilgan edi. Mana bu Balton Efendining bir Jungo siyosati to'g'risida ko'z qarash. Agar mumkin bo'lgan bo'lsa, Prezident Trump Efendining Balton Efendini Ma'mur davlat ishlar kotibligiga tayinlashini biz bir fuqaro sifatida tanlab olgan bo'lardik.